Yamal haqida 10 ta fakt. Qani boshladik. Lamin Yamalning to'liq ismi juda uzun. To'liq ismi Lamin Yamal Nasriy Ebana hisoblanadi. Lamin Yamal ikki davlat fuqaroligiga bog'liq oiladan hisoblanadi. Otasi marokashlik, onasi esa Ekvatorial Gvineyadan. Shunga qaramay Ispaniya terma jamoasini tanlagan. Yamalning ismi noodatiy ma'noga ega. Lamin arab tilidan kelib chiqqan bo'lib, ishonch va sadoqat ma'nolariga yaqin. Yamal 7 oyligida Messi bilan suratga tushgan. 2007-yil xayriya taqvimi uchun o'tkazilgan fotosessiyada kichkina Yamalni Lionel Messi cho'miltirgan. Bu surat keyinchalik butun dunyoga mashhur bo'ldi. Lamin Yamal La Masiyaga juda erta qabul qilingan. Atigi 7 yoshida La Masia akademiyasiga kirgan. U chap oyoqli bo'lsa ham o'ng qanotda o'ynay oladi. Bu uslub unga ichkari kirib zarba berish imkonini beradi. Bolalikdagi ko'miri Neymar bo'lgan. U ko'p intervyularida Neymarning fintlarini takrorlashga harakat qilganini aytgan. Maktab vazifalarini mashg'ulotlar orasida bajargan. Barselona asosiy jamoasida o'ynay boshlaganda ham u hali ham maktab o'quvchisi edi. U rekordlarni ketma-ket yangilagan. Barselona, La Liga va Ispaniya terma jamoasi tarixidagi eng yosh rekordchilardan biriga aylangan. Yamalning sevimli raqami uzoq vaqt 19 bo'lgan. Faoliyatining boshida 19-raqamda o'ynagan. Keyinchalik afsonaviy 10-raqamni meros qilib olgan.